Ochiq. Asta mayli bilasiz. Yangilab qo'yishibdi. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah. Allohga hamdlar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam salovatlar bo'lsin. Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Bizlarni yaxshi hayotga boshlab o'rgatib qo'ydi. Hayotda mazmunimiz bor. Hayotda maqsadimiz bor. Sizlar bu hidoyat ne'matini nimaligini bilmaysizlar, to uni qadriga yetmaguncha. Qancha odamlar hayotda nima maqsadda yashayotganini bilmaydi. Yevropada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, Afrikada bo'lsin, shu yashab qo'yishim kerak ekan degan g'amda yashaydiganlar bor. Shuncha. Alloh shukr, bizga mana yashashdan murod nima? Maqsad nima? Qayerdan keldim? Qayerga oxiri boraman? Erta nima qilaman? Erta qayta tirilamanmi? Tirilmaymanmi? Hammasi nimalari bor? Javoblari bor. Bu dinimizda Allohga shukr ming marta zo'rligini alomatidir. Xullas, Alloh taolo bizlarni Makka mukarramaga jamlab qo'ydi. Makkaga jamlandik. Kecha umra ibodatini qildik. Ado qildik. Alloh shukr, ming marta alhamdulillah. Ka'bani endi go'zalligini aytmaysiz. Ayniqsa birinchi marta kelganlarga men har safar kelaman. Har safar Ka'bada haybat ko'raman, haybati bor-da. Botini minib bemalol qara olmaysiz. Allohning bayti kim bo'lsa Alloh shu baytni hurmatini yana ziyorat qilib, rostdan ham mo'minlarning qalbida juda ham ajoyib joy Ka'ba. Xullas, bitta umrani qilib oldik. Men sizlar vaqtinglarni olmay bo'ladigan bunga ham bo'ladi ishlarni tushuntirib qo'yasiz. Endi birinchi masala, ikkinchi umrani qachon qilamiz degan masala. Bugun Xuftondan keyin umra qilamiz. Tushunarligi, Xufton namozini o'qib kelsanglar, men sizlarni Oysha enam masjidga olib chiqib kelaman. Jirayshilar kim bo'lsa, "O'g'lo, meni shogirdim bor, Rustam degan." Qo'lida spiska bilan turadi, qog'ozi bilan bor. Mana o'tiradi, masjiddan chiqib ketishga ilgari yozdirib qo'yadi. Falonchi va bugunchi bor desanglar, nima qiladi? Yozib qo'yadi. Buni sen qilmay qo'yinglar. Masalan tugadi. Tushunarlimi? Yozdirib qo'yinglar. Nechta odam bo'lsa, shunga yarasha olib chiqaman. Oysha enaga boramiz. Kim otasi nomidan qilayotgan bo'lsa, otasi nom, otam Abdukarimning nomidan umra qilishga niyat qilib ketaveradi. Onam Salimaxonning nomidan umra qilishga ketaveradi. Erkak ayoldan ham qilaveradi, ayol erkakdan ham qilaveradi. Kelishdingmi? Nimaga endi kecha qiluvdi, yana bugunsa payshanba kuni odam ko'payib ketadi. Hozir odam o'zicha hozir ko'p. Payshanba kuni dvoyno bo'ladi. Chunki payshanba, juma, shanba abadgacha arab xalqi keladi. Hozir yo'q, mezlilar yo'q, to'g'ri bizga o'sha pirjay kelganlar. Kelganlar yurib somkalar bilan aylanib. Payshanba, juma, shanbaga meslilar. Ular bilan nima qiladi? Ko'payib ketadi. Chunki payshanba, juma, shanba arab diyorida dam olish kunlari. Subota Vaskerseydi, bilyapti. Buni biz ancha bozorcha yo'qotib qo'yganlar, hamma bozor nimaliga. Hech kim dam olmay qo'ydi bizda. Hech kim dam olmay qo'ydi, shenasi hamma ish. Subhanalloh. Xo'p, kelishdingmi? Ashunga bugun ko'rsak, seshanba. Keyin xohlasak, chorshanba kuni bir yo'q bo'lsa payshanba abidda qolamiz. Keyingi payshanba abidda qolamiz. Hal qilamiz. Shanba kuni Jiddaga boramiz. To'yga shanba borlar Jiddaga. Chunki boshqa kunlari politsiyalar ko'p bo'ladi, o'tkazmaslik qiyinlashib ketadi. Shopirlar to'yga shanba kuni bo'ladi. Tushunarlimi? Shanba kuni namoz o'qib, bomdod o'qib kelib, Jiddaga ketamiz. Ertalab yo kechpayt ketaylik. Men kechpayt ketish tarafdoriman. Nimaga aytsa,
Albatta o kuni tushdiku. Qanaqa issiq влажный havoda. Kech payt ketaylik aytsalar, bo'lmasam Asadoga ketamiz. Kechki salqin. Kech salqin shabada bo'ladi, boshqa bo'ladi, aylanib yurib, o'rgilib ko'rib kelamiz. Yo bo'lmasam ertalab ketish kerak, namozdan keyin sirazi 6 da ketsak, 7 da bo'lamiz. 8-9 bo'lguncha uchun tugatib olamiz ishimizni. Kemaga chiqadilar, kemaga chiqib, aylan bo'lib kelamiz. Ixtiyor sizlarda. Sahar. Ungacha ozgina vaqtimiz bor, o'ylanib ko'rasizlar. Tushunarliga, undan oldin bitta majlis o'tkazib, mana shu majlisni hamma hal qilamiz. Endi pul masalasi. Pulni qayerda almashtiramiz degan yerlar bor. Mana hozir keldik Makkaga.